Andijon viloyati Asaka tumaniga xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirlik yo'limizni ustonovka qilgan yetib kelganmiz. Hamda mana shu ограждение qilingan joyga ikkita panelli radiatorimizdan ustonovka qilib berdik. Sistemalari oldin bo'lgan ekan, xuddi shu tizimda mashkat yo'lni olib kelib o'rnatishgan. Ko'rib turganlaringdek mana mashkat yo'lni olib kelib o'rnatishgan. Mana shu yerga qo'yilgan bo'lgan. Bu kat yo'limiz zo'r ishlagan, qizdirishlari hamma yo'q muammo bo'lmagan. Faqat 5 kilo 6 kilo ko'mir sig'imi olgan. Ko'mirni solib kirib ketilganda uyda ko'mir tugab qolib tez o'chib qolib, shunaqa muammolar tug'dirganligi uchun bizga murojaat qilishdi. Xudo xolasa kelib xonadonni proyektini o'rganib 15 kilovatli tepadan yonadigan ko'mirlik yo'limizni ustonovka qilib berdik. Verxniy garina tepadan yonuvchi ko'mirlik yo'limiz. Bu kat yo'limiz 40 kilo 45 kilo ichiga ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, uyda tepli izolyatsiyasiga qarab minimum 12 soatdan maksimum 24 soatgacha bemalol yon beradi. Kat yo'limizni ko'mir zapravka qiladigan shigi, kulini olib achiska qiladigan shigi, slivni suvni to'ldirib to'kish uchun 85 vatli original ventilator, pogrushniy termostat, 3 barli vzrivniy klapan. Bu kat yo'limiz eshigi teplamenni tozalash uchun 2 metr ilonizi bo'lib teplamendan chiqib ketadi. Bundan tushgan qurumlarni xuddi shu eshik orqali olib tashlaysiz. Kat yo'limizga qo'shimcha 4 dona bazaltoviy dimoxotimizdan qo'yib berganmiz. Konsat bermaydi, ko'rib turganlaringdek, bu dimoxotimiz bir donasi narxi 450 ming so'mdan bo'ldi. 4 ta dimoxot, bitta shapkasi bilan qo'yib berdik. Komplekt 1 950 ming so'mga bo'ldi. Xonadon oldin eski sistema bo'lgan, samotok sistema bo'lgan, mana shundan bag'i biz mana shu ограждение qilingan tarafga ikkita har xil razmerdagi panel radiatorimizni ustonovka qilib berdik. Sistemamiz samotok sistema qilib berdik. Ko'rib turganlaringdek, suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Radiatorlarimiz juda ham chiroyli. Suvni to'ldirib sistemaga 100% ishga qo'ydik. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa effekt kuchli ko'mirli kat yo'llar hamda sifatli santexnik ishlarni qilib berish. Bizning santexnik brigada faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga kat yo'l dastavkamiz bor. Sizlarning ham xonadondan shunaqa isitish tizimi zarur bo'lsa, xuddi shunaqa pechkalardan zerikkan bo'lsangiz, bizga aloqa etsangiz, juda ham chiroyli qilib xonadonlarni 100% garantiyaga ega qilib bitirib beramiz. Oldin xonadon yana kat yo'li xuddi shu yerda bo'lgan. Sistemani suvga to'ldirib, pomni 100% ishga qo'ydik. Yoqqanimizga hech qancha bo'lmadi. Mana 50 gradus podachi chiqib ketyapti. Kat yo'limiz o'z kuchini, effektini ko'rsatyapti. Xonadon egalariga juda ko'ngilli ish bo'ldi. Xonadon egalari yoqdi deyishyapti. Sistemalar, radiatorlarni hammasini ushlab ko'rsatdik. Radiatorlar hammasi 100% bir me'yorda ishlab beryapti. Hamda sistemani bir me'yorda ishlash uchun 32 ga 6 ta sirkulyatsiya nasos ham qo'shib berib ketdik. Suvni oxirgi tochkalarni ham bir me'yorda aylantirib beradi. Svet o'chgan paytda samoxod ishlatish uchun tagida eshikchasini ochib qo'ysa muammo bo'lmaydi. Kat yo'lni yonayotganlangasini ko'rsatamiz degandek, Hoji tog'amiz unamadi. Kat yo'limga ko'z tegib qoladi. Boshqa kat yo'llarda ko'rsatib, iminiy mani kat yo'limda ko'rsatmadi dedi. Kat yo'limiz aqlli rejimda ishlaydi. Shuning uchun kat yo'limizni ko'rsatdimiz, yonayotgan qismini qolgan videolarda ko'rsatganmiz. Iminiy mana shu kat yo'lni ko'rsatdimiz. Ko'rib turganingiz juda ham chiroyli kat yo'l. 15 kilovatli tepadan yonadigan ko'mirli kat yo'limiz utublit bo'lgan. Oddiy bashga bitta naves qilib qo'ysa Hoji tog'amiz bo'ldi. Bitta naves qiladi, navesda turadigan, sovuq patera qilmaydigan ko'mirli kat yo'limiz. Bu kat yo'limiz bunkeriga 45 kilo ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, uyni tepa izolyatsiyasiga qarab minimum 12 soatdan 1 sutkagacha yonadi. Kat yo'l narxini aytdim, 8 million 500 ming so'm. Dimoxotimiz 450 ming so'mdan 4 tasi 1 million 800 ming so'm, bir dona shapka 150 ming so'm, 1 million 950 ming bo'ldi. Bu pogrushniy termostat mana 60 gradus tanlaganmiz. 60 gradus tanlasangiz 60 ta o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi, bir me'yorda ishlab beradi. 85 vatli ventilator bor, original o'zi hashir rejimida boshqaradi. Sistemani suvni bo'shatish uchun slivnoy kranga qo'yilgan, suvni to'ldirib yoki bo'shatib, ashdan qanaqa ish bo'lsa qilinaveradi. Sistemani zashta qilish uchun, kat yo'lda zashta qilish uchun 3 barli vzrivniy klapan ham qo'yib ketilgan. Sizlarda ham xonadonlarga shunaqa isitish tizimi, ko'mirli kat yo'llar zarur bo'lsa, bizni santexnik brigadaga aloqaga chiqinglar. Ekranda raqamlarga aloqa etsangiz ham, xudo xolasa, borib joylarni proyektini qilib, 100% garantiyaga ega qilib, ishlarni bitirib beramiz. Bizni santexnik brigada faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga kat yo'l dastavkamiz bor. Videoga like bosib, kommentariyani banglatib, shu videoni shunaqa ko'mirli kat yo'l hamda sifatli santexnik ishlar oqtarilgan tanishlarga jo'natib beramiz. Amalga oshirgan joyimiz Andijon viloyatida bo'ldi.